Bu yigitlar qurilish biznesini raqamlashtirib, 300 million dollar daromad qilishdi. Ularning qurilish bo'yicha hech qanaqa tajribasi yo'q edi. Aynan shu narsa boshqalar ko'ra olmagan muammoni ko'rishga yordam berdi. Qurilish biznesi hali ham 19-asrdagidek ishlar edi. Loyiha boshqaruvchisi qo'ldagi qog'ozni olib, qurilish bo'layotgan joyning bu boshidan u boshiga yuguradi. Qaysi ish bitgan, qaysi ish bitmaganligi esa oxirigacha tekshira olmaydi. Asl muammolar bir hafta 10 kundan keyin kelib chiqadi. 2018-yilda shu yigitlar Build Dots'ni ishga tushirishdi. Qurilish boshlig'i oddiygina 360 gradusli kamera o'rnatilgan shlemini boshiga kiyadi hamda qurilish bo'layotgan maydonni aylanib yuradi. Sun'iy intellekt esa real vaqt rejimida kamera ko'rgan barcha ma'lumotlarni loyihaga solishtiradi. Natijada hammasi aniq ko'rinadi. Devor bor joyda devor yo'q, quvur umuman yo'q. Elektrchilar esa 3 kunga kechikayotgan bo'ladi. Eng yaxshisi ularda DOT nomli sun'iy intellekt bor. Natijalar juda hayratlanarli. Kechikishlar 50% gacha kamaygan. Dunyoning eng yirik qurilish kompaniyalari allaqachon Build Dots'dan foydalanmoqda. 7 yil ichida 166 million dollar investitsiya jalb qilishdi. 12 ta davlatga chiqishdi. Har yili ularning daromadlari 3 baravarga ko'payib bormoqda. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib bormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.